Maktab inson hayotida o'ziga xos o'rin egallovchi, bolaning bilimli, tarbiyali bo'lib kamol topishida poydevor bo'lib xizmat qiluvchi ziyo maskanidir. Ushbu dargohga qadam qo'ygan bolalar avvalo o'zlikni anglab boradi. Asta-sekin fanlarning sehrli olamiga kirib, bilimlarini o'zlashtirish orqali borliqni tushuna boshlaydi. Aytish joiz, bu kabi ta'lim maskanlari o'g'il-qizlarning kelajagini belgilashda muhimdir. Mavzuni O'rta Chirchiq tumani 51-sonli umumta'lim maktabi haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. Har bir iqtidor va qobiliyatni yuzaga chiqarish o'quvchining intilishlariga munosib yo'l ko'rsatishda maktabning ahamiyati benihoya katta. 1974-yil tashkil topgan maktabda hozirgi kunda 60 nafar oliy ma'lumotli o'qituvchi, 900 nafar o'quvchiga ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Mana shu maktabda 30 yildan beri faoliyat olib boraman. O'quvchilarimiz juda ham ko'p natijalarga erishdi. Bunda albatta maktabimiz jamoasini, o'sha o'zini fanini fidoisi bo'lgan ustozlari ham mehnati samarasi sezilarli darajada. Yurtboshimiz bizga berilayotgan imkoniyatlardan biz oqilona foydalanib, o'quvchilarimizga sifatli ta'lim berishda davom etamiz. O'quvchilarimiz maktab ta'limidan tashqari fan to'garaklarida, fan olimpiadalarida qatnashib munosib yutuqlarga ega bo'lyapti. Berilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanib, biz o'z ustimizda tinmay ishlaymiz, izlanamiz va mana shunday iqtidorli o'quvchilarni yurtga yetkazib berishda qo'limizdan kelguncha harakat qilamiz. Shuningdek, ta'lim maskanida yoshlarning o'zi tanlagan yo'nalishlarda yetuk mutaxassis bo'lishi hamda xalqaro ta'lim muassasalarida ta'limni davom ettirishi uchun barcha fanlarni puxta o'zlashtirishlariga alohida e'tibor qaratilgan. So'zimiz isboti o'laroq hozirgi kunda 8 nafar o'quvchilarning fanlardan xorijiy hamda milliy sertifikatlarga ega bo'lganini aytishimiz mumkin. 7-sinf oxirlarida men ingliz tiliga qiziqishim paydo bo'lgan. O'shandan keyin men o'zimga mos kurslarni topganman va 1,5 yil davomida noldan o'sha bo'lgan IELTSgacha tayyorlanganman. Hamma narsaning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. O'zimni weak pointlarimda ishlaganman. 2024-yilda ingliz tili darajasini aniqlash bo'yicha xalqaro sertifikatga topshirdim va 6,5 ballni qo'lga kiritdim. Keyinchalik 9-sinfni bitirib Westminster xalqaro litseyga kirmoqchiman va bitirgandan keyin o'qishimni chet elda davom ettirmoqchiman. 2025-yil 22 fevral kuni xalqaro ingliz tili imtihoni, ya'ni IELTS imtihoni topshirdim va 13 yosh bo'lishimga qaramasdan 6,5 ballni qo'lga kiritdim. Tayyorlanish vaqtida esa to'g'ri ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. Ularni yengishga va qattiqroq harakat qilishga tayandim. Kelajakda shu ingliz tili o'qituvchisi bo'lishni xohlayman va bolalarga bilim ulashishni ham xohlayman. Sog'lom inson, sog'lom millat deb bejiz aytilmaydi. Ushbu dargohda yigit-qizlarning jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishlarini ta'minlashga, bu orqali ularni jismonan rivojlantirish, ma'nan yetuk etib tarbiyalashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Buning natijasida maktab o'quvchilari turli xalqaro hamda respublika darajasidagi sport musobaqalarida ishtirok etib, nufuzli o'rinlarni egallab kelmoqda. Umuman olganda 51-umumta'lim maktabi tarbiyalanuvchilari nafaqat fan, balki sportda ham o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda.